Qizlar. O'rtoq, yana sen mehmon qilyapsanmi? Mehribonsan-de, rosa. Sizlarni yaxshi ko'raman-de. Rahmat. Yenge kafe ochilibdi-ku. Kelinglar o'sha yerga indingami? Agar hammani vaqti Qo'lingdagi muncha chiroyli. yoqdimi? Voy, rosa ham yoqdi. Chiroyli ekan. Yaqinda oldim. Yenge oldingmi? Hoy, senga. Menga? Rostdanmi? Rostdan. Rahmat, mehribonsan-de. Voy, yarashdi. Rahmat. Ha, yetib oldinglarmi o'rtoq? Nozichi yetyaptimi? Bo'pti, asalim, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Men ham kelib olganman. Xo'p. Qizim, keldingmi? Ha, keldim. Ish bor ekan, hammani men. Yana kiyimlaring bilan yotib oldingmi, bolam? Hech bo'lmasa chiqib ovqatingni yeb ol. Yemayman, oyi, ovqat yemayman, to'q qornim. O'zingiz ishingizni qilsangiz-chi, men bilan nima ishingiz bor? Opa, Ha, ertaga so'nggi qo'ng'irog'imni o'shanga ana chiroyli oq ko'kdez bor edi, o'shani menga berib turing. Keyin taqimcho'laringizdan ham bir ikkitasini bering, ertaga chiroyli bo'lib bormoqchiman. nima? Agar qo'lingni tekkizgin, sindiraman, tushundingmi? Bor yo'qol. Uf, namuncha shu muomalani gapiraverasiz? Oyi, nima qilibdi muomalamga? To'xtab turing. Alo? Ha, o'rtoq. Bo'ldi. Hozir men ham kiyinib boraman oldinglarga. Ko'rishamiz. Xo'p. Siz deb mana o'rtoqlarim kutib qoladigan bo'lishdi. Qizim, uyda bunaqa muomala qilib, ko'chadan hurmat izzat topmaysan. Hamma narsa uyi ostonasidan boshlanadi, bolam. Allo, Shahzod, yarim soatdan beri seni kutib turibman, kelyapsanmi? Ha, asal men Nozi bilan ketib-o'tdim. Qayerga ketasan? Nech kundan beri men bilan ko'rishmayapsiz. Nima bo'lyapti sizlarga? O'zi kelmaysanmi? Ko'p gapirmagin. Ishim bor. Bo'pti. Asalda muomalasi soxtaga o'xshab tuyuladi, bilasanmi? Gapirmasang bilan gaplashgani qo'lingizda qo'pol gaplashar ekan o'zi. Shu qiz bilan umuman gaplashmaylik. Opa, nima bo'ldi? Nima yig'layapsiz? Bo'ldi, yig'lamang. Bolam, nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan? Qo'y, xafa bo'lma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oyijon, meni kechiring. Qizim, siqilma. Biz doim yoningdamiz.